Hammaga assalomu alaykum. Bizda soat endi 4 bo'lyapti. Men kechadan beri uxlaganim yo'q. Nimaga desanglar, o'tgan kuni bitta video qo'ygandimki, erkak kishining ikkinchi ayolga uylanishiga Alloh ruxsat bergan joyda aqlli ayol fikrini bildirmaydi degan video qo'ygandim. Ayollar shunaqa kommentarlar yozishib, ichkamga yozishib, erda o'zini qo'yib qo'ysangiz bunaqa bo'ladi. Tekshirib turish kerak, erda orqasidan poylash kerak, bunaqa qilish kerak. To'g'risi qo'rqdim. Haqiqiy robusda taligan odam, haqiqiy Allohni yaxshi ko'rgan ayol erni orqasidan yugurmaydi. Bu meni fikrim. Qaysidir kitobdan, qaysidir nimadandir o'qib aytmayman. Darrov menga fakt keltiring demanglar. Ishoninglar, erta o'lsalaring 5 vaqt nima qilgansiz desa 5 vaqt erimni poylab yurganman demaysizlar. سوي نفسي